Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugungi videoda sizlar bilan 1 yil davomida Dubayda yashab, o'zim ko'rgan, o'zim sezgan plyus taraflarini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Hamma Dubay desa ko'z oldiga baland binolar keladi, qimmat mashinalar keladi, lekin oddiy inson bo'lib yashaganingizda qanaqa plyus taraflari sizga seziladi? Mana shularni bo'lishmoqchiman. Kanalimga birinchi marta kirganlar uchun ismim Zilola. Asli O'zbekistonlikman. 1 yildan beri Dubayda mehmonxona sohasida ishlayman. Bundan oldin O'zbekistonda turagentствоda ishlaganman. Dubayda ham sayohatga kelganman, lekin yashash bilan sayohat qilish bir-biridan umuman farq qiladi. Birinchi plyus tarafi bu tartib va xavfsizlik. Aeroportdan tushishingiz bilan his qilasiz, hamma joyda tartib, intizom. Ko'chada ichgan odamlarni ko'rmaysiz yoki bo'lmasa urushgan yoki o'g'irliklarni deyarli uchratmaysiz. Hamma joyda qonunlar baravar ishlaydi va o'zingizni juda ham qadrli his qilasiz. Farqi yo'q, qanaqa lavozimda ishlashingizdan tashqari. Masalan, Yevropada yashaganlar yoki sayohat qilganlar biladi, qoidabuzarliklar juda ham ko'p va ko'pligidan politsiya deyarli ulgurmaydi. Masalan, Parijga borasizmi, Italiyaga borasizmi, sumka o'g'irlaydiganlar, narsa o'g'irlaydiganlar juda ham ko'p. Hattoki qanchadir uni miqdori bor. Masalan, $1000 arzon narsangiz bo'lsa, politsiya deyarli kelmaydi ham. Va Dubayda unaqa narsalarni deyarli uchratmaysiz. Hamma joyda tartib va siz kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, sizning shikoyatingiz ko'rib chiqiladi, tez javob qaytariladi bu narsaga. Ikkinchisi, soliqlar deyarli yo'q. Masalan, siz kontraktingizda necha pul oylik yozilgan bo'lsa, o'sha oylikni to'liq olasiz. Naloglar to'lamaysiz. Yevropa davlatlarini yoki Amerikani bilsanglar, topadigan daromadini deyarli yarmi soliqlarni to'lash uchun ketadi. Bu yerda unaqa narsalar yo'q va shuning uchun biznes ochadiganlar, yangi biznes boshlaydiganlar juda ham ko'p. Uchinchi plyus tarafi bu yashash sifati yuqori, ya'ni davlat insonlarni o'ylaydi. Bilasizlar, Dubayda harorat yozda juda ham isib ketadi, lekin hamma joyda shunga mos sharoit qilingan. Avtobusga chiqasizmi, metroga kirasizmi, supermarketga kirasizmi yoki oddiy apartament ijaraga olasizmi, eng minimum bo'lganda konditsioneri bo'ladi. Hattoki oddiy uy ijarasida ham, oddiy apartament ijaraga olsangiz ham eng kamida basseyni yoki fitnes zali bo'ladi. Bu ham o'sha yashash sifatini yuqoriligini bildiradi. 4-chi plyus tarafi bu dunyoni turli chekkalaridan odamlar yashaydi. Dunyoqarashingiz o'sadi, kimlarnidir ko'rib shukur qilasiz, kimlarnidir ko'rib yana ham harakat qilishim kerak ekan deysiz. Va rostdan harakat qilsangiz, karyera qilsangiz juda ham sharoitlar bor. Masalan, men juda ham ko'p odamlarni bilaman. Oddiy ishdan boshlab hozirgi kunda katta menejer bo'lib ishlaydigan yoki bo'lmasam ish boshqaruvchi bo'lib ishlaydigan odamlarni bilaman. Harakat qilsangiz, rostdan ham nimagadir erishsangiz bo'ladi. 5-chi plyus tarafi bu stabilniy hayot. Mana shu misolni keltirish o'zimga juda ham yoqadi. Masalan, hamma narsa bu yerda bir me'yorida, xavotirlanmaysiz, ertaga nima bo'larkan deb. Kontraktingizda qanaqa summa bo'lsa, nima yozilgan bo'lsa, o'sha summani to'laysiz. Bugun avtobus bunaqa narxda, ertaga narxi o'zgarib qoldi degan narsa bo'lmaydi yoki go'sht bugun bitta narxda 2 haftadan keyin narxi oshib qoldi degan narsani deyarli uchratmaysiz. Va buni yaxshi tarafi shundaki, siz o'zingizning xarajatlaringizni oldindan rejalashtira olasiz. Masalan, 1 oy oldingi xarajatlaringizni yoki keyingi yil uchun qanaqa xarajatingiz bo'ladi, oziq-ovqatga, transportga yoki arendaga necha puldan ajratishingiz kerakligini oldindan bilasiz. 6-chi plyus tarafi dam olish uchun oddiy insonlarga ham juda ham ko'p sharoitlar yaratilgan. Masalan, plyajlarga boraman desangiz bepul, parklar bor, aylanadigan joylar juda ham ko'p. Ko'pchilik Dubayni qimmat shahar deb o'ylaydi. Aslida ayniqsa agar sizda rezident ID kartangiz bo'ladigan bo'lsa, juda ham ko'p sizda chegirmalar bo'ladi, skidkalar bo'ladi yoki kompaniyasi to'lab beradi. Aynan mana shunaqa kichkina bo'lsa-da plyus taraflari sizni yashashingiz uchun komfortli hayotni beradi. O'zbekistonliklarni bilaman, 10 yildan beri, 15 yildan beri Dubayda yashaydigan,
oddiy ishdan boshlab turib o'zini hozir biznesini ochgan o'zbeklarni bilaman. Lekin baribir bu degani ideal yashash uchun shahar degani emas. Tangani ikkita tarafi bo'ladi degandek, o'zini plyuslari bor, o'zini minuslari bor. Minuslari haqida keyingi videoda gapirib beraman. Kommentariyada o'z fikringlarni yozib qoldiringlar. Oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.